Assalamu alaykum, hürmetli radyo anlayıcı dostlar. Qur'on buluqi programımızın ikinci saniga kelganinglarni qizg'in qarshi olamiz. Biz bu programımızda İslam dünyasida tunilgan mashhur alim Sayyid Abul A'la Mavdudi rahimahullahning Qur'oni Karimdagi 4 asosiy termin nomli kitobini diqqatingizga sunamiz. Hürmetli qarindoshlar, biz tünügünki yani birinci san programımızda her qaysanlarga kitap muallifininki ve kitap tercümanının mukaddimesini birinci san programımızda sungan edik. Bugün inşallah ilah hakkındaki bunun lügattaki hukumları hakkında tahlil yürgüzgen asasda kitabının 5'den başlayıp inşallah her günkü programımızda davamlaştırıp mağamız diqqatinglar radyomuz olsun. Aldı bilen lügattaki hukumlar hakkında tahlil. Arap tilideki alif, lam, hadan ibaret bu 3 harften tuzilgan sözünün lügatda ifadelengen ma'nilari tömendikice. Birinci, aliha iza tahayyara. Ma'nisi hayranu has qaldi. İkinci, alihtu ila fulan ay sakantu ilayhi. Ma'nisi onun panahiga ötüp yoki onun bilan munosabat bog'lab amonlikqa va xotirjamlikka sazobar bo'ldim. Uchinchi, alihar rajulu ya'lahu iza fazi'a min amrin nazala bihi fa'alahahu ghayruhu ay ajarahu. Ma'nisi kishi birer musibat yoki azobning nozil bo'ladiganligidan qo'rqqanda onunğa panahlık berdi. Dördüncü, alihar raculu iler raculi ittacaha ileyhi li şiddeti şevqihi ileyhi. Ma'nisi, kişi onunğa çonqur iştiyak bilen diqqatini merkezleştirdi. Beşinci, alihal fasilu iza veliha bi ummihi. Ma'nisi, anasıdan ayrılıp kalgan botulaq anasını tepipla onunğa yepişip aldı degan ma'noda aytgan. 6. ma'nosi laha yalihu lihan va lahan iza ihtajaba. Ma'nosi maxfi, mastur bo'ldi hamda yuqori ko'tarildi, yuksak bo'ldi. 7. ilahan va ilahatan va uluhatan va uluhiyatan abada. Yani ibadat qildi degandan iborat yuqorida diqqatinglarda bo'lgan 7 türlük yani Arap tilideki her xil işletiliş şekliga asasen ilah degan sözning umumi bildirgan ma'nolari nima bo'lsa 7 xil ma'no chiqdi degan gap berdim. Endi yuqorqi bu bütün tüp sözler shundaqla ma'no hukmlar ustida fikri yurgizgan bo'lsak, nima uchun alaha ya'lahu ilahahuning ma'nosi ibodat, cho'qinish ve ilahning ma'nosi mabud, yani ibodat qiling'uchi bo'lib chiqadiganligini intayin yaxshi tushunib yetaymiz deydi. Bularning ma'nosini yani nima uchun bu yerda pek diqqat qiladigan so'zlar qarindoshlar, nima uchun alaha ya'lahu ilahahuning ma'nosi ibodat, cho'qinish, ibodat, cho'qinish ve ilah deganning ma'nosi mabud, yani ibadet qiling'uchi bo'lib chiqadiganligini intayin yaxshi tushunib yetaymiz. Birinchidan, insonning muhtojligi uning ideyasida ibodat uchun tunji harakatlantiruvchi rol o'ynaydi deydi. İnsonning muhtojligi uning ideyasida ibodat uchun tunji harakatlantiruvchi rol o'ynaydi. Men shundoq bir ilohga muhtoj, men şundaq bir manevi küçkü muhtaç, özüm bir aciz kul, bende degende andın, men bu bir yaratquchining, bir ilahninki, bir büyük bir küçünün meditisiz, onun yardımısız men dünyada yaşayışım, dünyada güzel bir hayatga erişalishim mümkün emas degende, insan özünün muhtajlığını his qilganda, andinkin bu his qilishi yani bu tuyg'uning o'zi nima desa, shu insonni
ibodat qilishga harakatlantiradigan birdan bir, ya'ni tunji harakatlantirish ko'sh deydi. İnsan o'z xiyolida hojatimni ravo qiladi. Xavf musibatlardan panohlik beradi. İztiroblik ahvolda xotirjamlik baxsh etadi deb o'ylamay turib, hech birisiga ibodat qilmaydi. Haqiqatan to'g'ri qarinlashlarim. Biz o'z xiyolimizda mushu men ibodat qilayotgan, men sig'inayotgan ashu kuch. İnsan o'zining xiyolida mushu hojatimni ravo qiladi. Meni xavf musibatlardan menga panohlik beradi. İztiroblik ahvolda xotirjamlik baxsh ato qiladi menga deb buni o'ylamay turib, hech birisiga ibodat qilmaydi deydi inson. Hamda ikkinchidan, inson birisini hojatni ravo qilguvchi deb qarasa. İnson birisini hojatni ravo qilguvchi deb qarasa, bu tasavvur uning ustunligini e'tirof qilish bilan birga kuch-quvvat jihatdami uning yuksakligiga qoyil bo'lishni talab qilmay qolmaydi. Hojatni ravo qilguvchi deb qaragan ekan, albatta bu insonning mingisidagi insonning bu tuyg'usidagi insonning hissiyotidagi bu tasavvurlar ana shu insonning, ana shu kishiningki ustunligini e'tirof qilish bilan birga kuch-quvvat jihatdami uning yuksakligiga qoyil bo'lishni talab qilmay qolmaydi. Hamda uchinchidan, insonning ehtiyoji muayyan sabab va omillar asosida qondirilganda yoki ehtiyojning qondirilish jarayoni insonning ko'z oldida va yoki bilim doirasi ichida bo'lganda inson qalbida hargizmi cho'qinish tuyg'usining paydo bo'lmaydiganligi hammaga ayon haqiqatdir. Hammaga ayon haqiqat. Masalan, menga pul kerak bo'lsa, oldi bilan biror kishining oldiga berib xizmat talab qilaman. Navoda u kishi talabimni qabul qilsa, meni ishlatib, menga maosh beradi. Bu bütün jarayonlar, ya'ni bu boshda xizmat talab qilishim bilan men maoshimni olg'ich bo'lgan bu jarayonlarning hammasi mening ilmim bilan hislarim doirasida maydonga keladigan bo'lg'achqa, bu jarayonning hammasi mening ilmim va hislarim doirasida shuning ichida maydonga keladigan bo'lg'achqa, hamda u kishining ehtiyojimni zodi qandoq yo'l bilan qondirayotganligini men biladigan bo'lg'achqa dedi. Mening xo'jayinimniki mening ehtiyojimni zodi qandoq yo'l bilan qondirayotganligini men biladigan bo'lg'achqa, mening ideyamda u kishini ibodatga haqliq deb qaraydigan xiyol qat'iy paydo bo'lib qolmaydi dedi. Qat'iy paydo bo'lib qolmaydi. Chunki men ishlab o'zimning haqqini oldimda, o'zimning maoshini oldim bu yerda. Shunaqo, shuning uchun bu vaqtda mening ideyamda shu kishini ibodatga haqliq deb qaraydigan xiyol qat'iy va qat'iy paydo bo'lib qolmaydi. Cho'qinish tuyg'usi degan qanday paydo bo'lib qoldi desa, cho'qinish tuyg'usi degan cho'qimki uning chunqur ta'sir ko'rsatish, hojatni ravo qilish, kuch-qudrat, yuksak salohiyat jihatdagi butun xarakteri ajoyib maxfiy bo'lgan ahvolda ondan shakllandi. Shunglashqa bu so'zning mabud uchun ishlatilishi yuksaklik bilan birga maxfiylikni bildiradigan, odamni hayronu has qoldiradigan degan uqumlarni o'z ichiga olgan bo'ldi. Hamda to'rtinchidan, inson qandoqli birisini hojatni ravo qiladi, xiyim xatardan qo'g'daydi, parishon chog'da xotirjamlik baxsh etadi deb o'ylaganda, tabiiy holda butun ishtiyoqi bilan uningga intiladi. O'zi o'ylagan, o'zi shunda o'ylayotgan mening hojatimni ravo qiladi, xiyim xatardan qo'g'daydi, parishon chog'larimda xotirjamlik baxsh etadi deb o'ylaganda inson tabiiy holda butun ishtiyoq bilan uningga intiladi. Yuraklari uningga intiladi. Demak, buningdan ma'lumki, mabud degan uqum uchun iloh degan so'zning ishiltilishiga u zotning hojatni ravo qilish, panohlik berish, xotirjamlik baxsh etish, ustunlik va hukmronlik qatorliq kuch-qudrat huquqlarga sahib bo'lganligi. Shundaqla uning nazarlardan maxfiy intayin sirliq bo'lishi, insonning uningga ishtiyoq bilan intilishi asos bo'lgan. Allah subhanahu va taolaning bu mabud degan uqumni bildiradigan, mabud ya'ni ibodat qilinuvchi degan uqum uchun, ibodat qilinuvchi mabud degan uqum uchun iloh degan so'zning ishiltilishiga
ana shu Alloh subhanahu va taoloning biz yuqorida tilga o'tgan hojatni ravo qilish, panohlik berish, xotirjamlik baxsh etish, ustunlik va hukmronlik qatorliq kuch-qudrat, huquqlarga sahib bo'lganligi sabab bo'lgan. Shundaqla uning nazarlardan maxfi, intayin sirliq bo'lishi insonning bo'lsa, uningga ishtiyoq bilan intilishi asos bo'lgan. Jahiliyat ahlining ilohga bo'lgan tasavvuri. Yuqorqi lug'at tadqiqotidan keyin Qur'on raddiya bermoqchi bo'layotgan arab xalqidagi va boshqa qadimki qavmlardagi ilohga bo'lgan tasavvurlarning zodi nimalardan iborat ekanligiga qarab chiqish lozim. Birinchi nuqta. Allah buni Sura Maryamning 81-oyatida mundaq ifodalaydi. وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا. Ular Allah'ni qo'yib, o'zlariga kuch-quvvat vositasi qilish uchun yoki shularning panohida qo'g'dinish uchun boshqa ilohlarni yasab elishdi. Allah yana Sura Yasinning 74-oyatida mundaq deydi. وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنْصَرُونَ. Ular yordamga erishishni umid qilib, Allohdan boshqani iloh qilib oldi. Ya'ni, shu iloh ularga yordam qiladi deb o'yladi. Mana bu har ikki oyatdan ma'lumki, jahiliyat ahli iloh qilib olgan ma'budlari haqida ular bizga orqa to'riq bo'ladi. Mushaqqat, qiyinchiliklarda muhofazat qilishiga erishimiz, himoyasi ostida xotirjamlikka sazovor bo'lamiz deb o'ylashadi. Ikkinchi nuqta. Allah bu haqda Sura Hudning 101-oyatida mundaq deydi. فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ. Parvardigoringning ularni halok qilish farmoni kelganda, ularning Allohni qo'yib chaqirib yuradigan ma'budlari hech narsaga asqatmadi. Ular uchun ziyon va halokatdan boshqaning ko'payishiga sabab bo'lmadi. Allah yana Sura Nahlning 20-oyatidan 22-oyatigacha mundaq deydi. Ularning Allohni qo'yib chaqirayotganlari hech narsaning yaratquchisi emas. Balki ularning o'zlari yaratilgandir. Tirik emas, o'likdir. Ular qachon qayta tirildirilganligini bilmaydi. Sizlarning ilohinglar faqat birli ilohdir. Allah yana Sura Qasosning 88-oyatida mundaq deydi. وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ. Allah'a qo'shib boshqa bir ilohni chaqirmagin. Allah'tan başqa hech iloh yo'qdir. Bu yerda shuni asdan chiqarmaslik lozimki, Qur'oni Karimda iloh degan so'z ikki ma'noda ishlatiladi. Birisi haq yoki botil bo'lishidan qat'iy nazar ibodat qilinayotgan iloh. Birisi haq yoki botil bo'lishidan qat'iy nazar insonlar tomonidan ibodat qilinayotgan ilohdir. Yana birisi ibodat qilishga tegishlik haqiqiy iloh. Bu oyatda iloh degan so'z ikki yerda dal mushu ikki ayrim ma'noda ishlatilgan edi. Yuqoridagi Allohga qo'shib boshqa bir ilohni chaqirmag'in. Allohdan boshqa hech iloh yo'qdir degan bu oyatlarning ikki tilga ilingan oyatda shu ikki ma'no ko'zda tutilgan. Allohni qo'yib boshqa sheriklarni chaqiradigan kishilar faqat yo'qulan farazgila tayinadi. Ular faqat jo'ylaydi. Buni Alloh subhanahu va taolo Sura Yunusning 66-oyatida shunday degan. Bu oyatlar bilan yana bir qanchilgan nuqtalar oydinlashadi.
Birinchidan, jahiliyat ahli iloh deb atib olganlarini hojatlarining ravonligi va mushkullarining osonligi uchun chaqirishadi. Boshqacha qilib aytganda, shularga duo qilishadi. Ikkinchidan, ularning bu ilohlari jin, farishta, mabutlarni tashkil topgan bo'lmasdan, balki o'lgan insonlardanmi tashkil topgan edi. Bu nuqtani yuqorqi oyatdagi tirik emas, o'likdir. Ular qachon qayta tirildirilganligini bilmaydi degan so'zlar aniq ifodalab turibdi. Uchinchidan, ular ashu ilohlar haqida duolarimizni anglab yordamga kelishga qodir deb xiyol qilishadi. Bu yerda oldi bilan ilohga qilinayotgan duoning uqumini va ilohdan kutilayotgan yordamning xarakterini tushunib olish intayin muhim. Masalan, men usab ketgan bo'lsam, xizmatchini suv kelib berishga chaqiraman. Yoki kasal bo'lib qolsam, dori uchun doktorni chaqiraman. Bu duo qilganligim bo'lmaydi, na xizmatchi bilan doktorni iloh qilib olganligim bo'lmaydi. Chunki bu ishning hammasi sababdan tashqari olamga emas, balki sabablar olamiga chetilgan bo'ladi. Mening hayotiy dunyorimda qilayotgan, mening ko'z oldimda bo'layotgan sabablar olamiga chetilgan bo'ldi bu ishlar. Ammo men usab qolgan yoki kasal bo'lib qolgan ahvolda xizmatchi bilan doktorning o'rniga biror avliyoni yoki boshqa biror mabutni chaqirsam, xizmatchi bilan doktorning o'rniga biror avliyoni yoki boshqa biror mabutni chaqirsam, u chaqda boshqani iloh qilib olgan va boshqaga duo qilgan bo'laman. Chunki avliyo hazratim mendan minglagan metr yiroqlikdagi biror qabr sukunatligida yotgan bo'ladi. Uni chaqirishning ma'nosi nima desangiz, uni anglayalaydi, ko'ralaydi, sabablar olamiga hukmronlik qilalaydi. Shunga menga suv yetkazib bergili yoki kasalimni shifo topqizgili yetib kelalaydi deb o'ylaganligim bo'ladi. Mayli siz buni e'tirof qiling, qilmang, sizning ashuni chaqirishingizning o'zi bundaq shaklda qilgan bo'lasiz. Xuddi shuningdek, boshqa biror mabutni chaqirganlikmi suv va salomatlik ustida uning hukmronligi bor. Tabiatdan tashqari holda hojitimni ravo qilish uchun butun sabablarni harakatga solalaydi deb qarg'anligim bo'ladi. Demak, duo qilishda asos qilingan ilohiy tasavvur mutlaq holda uni tabiatdan tashqari hukmronlikqa va tabiatdan tashqari kuch qudratga xo'jayin deb tasavvur qilganlik bo'ladi. Endi 3-nuqta. Biz haqiqatan sizlarning atrofinglardagi Allah subhanahu va taala bu haqda mundaq deydi. Biz haqiqatan sizlarning atrofinglardagi shahar xarobiyliklarida ularni halok qilgan edik. Ularni kufridan yansun deb alomatlarimizni takror almashtirib ko'rsatgan edik. Ular yaqinlikning vositasi deb Allohdan boshqani iloh qilib oldi. Ammo ularga azob nozil bo'lganda nima uchun ashu mabutlarga yordam qilmadi? Yordam qilishga u yoqda tursin, balki ularni tashlab g'oyib bo'lishdi. Mana bu ularning o'ydirmalarining va yolg'on yavudoqlarining haqiqatidir. Allah yana Sura Yasinning 22 va 23 oyatida mundaq deydi. Men nimishqa meni yaratgan va uning dargohiga sizlar hammanglar qaytadigan Allohga ibodat qilmoqdakman. Va ma li la a'budu allazi fatarani va ilayhi turja'un. A'attakhidhu min dunihi alihatan in yuridni ar-rahmanu bidurrin la tughni anni shafa'atuhum shay'an wa la yunqidhun. Men nimishqa meni yaratgan va uning dargohiga sizlar hammanglar qaytadigan Allohga ibodat qilmoqdakman. Navoda Allohdan g'ayrini iloh qilib oladigan bo'lsam, Allohdan boshqani iloh qilib oladigan bo'lsam, agar mehribon Alloh menga biror ziyon zahmat yetkazmoqchi bo'lsa, ularning shafoati mendan hech narsani dab'i qilolmaydi, hamda meni qutqiza olmaydi. Alloh yana Sura Zumarning 3-oyatida mundaq deydi.
والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. Allah'ını koyup başkalarını himayeci kılıp alğanlar şundak deydi. Allah'ını koyup başkalarını himayeci kılıp alğanlar nime deydi deseniz, bizning ularga ibadet qilishimiz faqat bizni Allohga yaqinlashtirishi uchundir deyishdi. Qaranglar bularning so'zlagan so'zini. Bizning ularga tevinishimiz, ularni chaqirishimiz, ularga duo qilishimiz, ulardan umid qilishimiz, bizning nima bu sabab nima desa, bizni Allohga yaqinlashtirishi uchundir. Bu degan qattiq podshoh, ajoyib taqvo bir avliyoti, ajoyib taqvo o'tgan kishiti biz bularga duo qilsak, biz ashlarga tevinsak, ashlardan talab qilsak, bu bizni Allohga yaqinlashtiradi deb shunday o'ylashadi. Ularning deydigan gapini nima uchun qilganligini Alloh Qur'oni Karimda bizga ochiq bildirib berdi. Oyatning oxirida deydi-ki, Alloh haqiqatan qiyomat kuni ularning ixtilof qilishgan bu masalalari ustida hukm chiqaradi Alloh subhanahu va taolo. Allah yana sura Yunusning 18-oyatida bunday deydi: وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ. Allah öz panahida saqlasin. Ular Allah'ını qo'yib, o'zlariga foyda ziyon yetkazolmaydigan narsalarga ibodat qiladi. Va deyishadiki, bular Allohning dargohida bizga shafaat qilguvchilardir deyishadi. Nima degan gumrohlik? Allah bizni o'z panohida saqlasin. Bu oyatlardan yana bir qancha nuqta oydinlashadi. Ko'rib olishga bo'ladiki, jahiliyat ahli o'z ilohlariga qandaqdir butun xudolik mushularning orasiga bo'linib ketgan, ulardan ustun turadigan biror oliy xudo yo'q deb qaramaydi. Balki hammadan yuksak bir xudolar xudosining uchuq tasavvuriga ega edi. Va u zot uchun o'z tilida ular nima deydi desa, iloh degan atalg'uni qo'llanadi. Ana shu o'z fikrlaridagi, o'z tasavvurlaridagi bu dunyoda butun hammadan yuksak xudolar xudosining uchuq tasavvuriga ega edilar. Shundoq bir xudo va deb ana shu zotni qanday qildi, ular o'z tilida iloh degan atalg'uni ishlatdi bunga. Ularning boshqa ilohlarga bo'lgan aqidasi nima desangiz, shu buyuk Allohning xudoligida bularning oz to'la ta'sir kuchi bor. Boshqa ular shirk keltirayotgan barliq narsaga nisbatan aqidasi nima desa, biz shu e'tiqod qildigan, biz o'zimiz e'tirof qildigan ana shundoq buyuk, ana shu eng kuchli bo'lgan Allohning xudoligida, Allohning ilohligida biz ibodat qilayotgan, biz chuqinayotgan, biz tevinayotgan, biz orzu qilayotgan, biz umid qilayotgan, biz bir narsalarni seg'inayotgan bu bularningmi oz to'la ta'sir kuchi bor. Bularning so'zlari cho'qim ishga oshidi. Bularning vositasi bilan bizning ishlarimiz qamlashib ketadi. Qamlashib mangdi bizning ishlarimiz. Biz bularning shafoatidan bahramand bo'lamiz, ziyon zahmatdan saqlanib qolamiz degan tasavvurdan iborat edi. Ular mana shunday xayollar asosida Allohga qo'shib, ashu mabutlarini iloh deb qaror qilib olishgan edi. Shunga ularning istilohiy atalg'ulariga binoan berarsini Allohning dargohida homiy, shafoatchi deb bilib yordam so'rash va uning ostonasida ehtirom bildirib ulug'lash, nazri chiroq qilish qatorliq faoliyatlarni elib berishning o'zila uni iloh qilib olganlik bo'ladi. Hamda bu yerda yana shuni tushunib olish kerakki, shafoat ikki xil bo'ladi. Birinchisi, qandaqdir Allohning dargohida degini cho'qim ishga oshmay qolmaydigan biror favqul oddiy kuchni yoki biror kuchlik ta'sirni o'ziga asos qilgan bo'ladi. Ikkinchisi, faqatli bir iltimos va talabdan iborat bo'lib, uning orqada talabini cho'qim ishga oshiradigan biror kuchi bo'lmagan bo'ladi. Birinchi xil ma'noda birarsini shafoatchi deb bilish, uni iloh qilib olganlik dedi. Birinchi xil ma'noda bir inson bo'lsin, mayli farishta bo'lsin, mayli daldarax, avliyo azam nima bo'lsin, birinchi ma'noda bir insonni, birasini dedik-ku, hattoki eng yaqin payg'ambar bo'lsa ham Allohdan boshqa birasini birinchi ma'noda tushunish. Ya'ni
qandoqdir Allohning dargohida uning digini cho'qim ishga oshmay qolmaydi deb birasini o'ylash. Bu yerda birarsini deb keltirdi bu yerda. Mayli bu kim bo'lsa, Allohdan boshqa har qanday birisini bu ana shundaq bizning buyuk Allohimizning dargohida buning digini cho'qim ishga oshmay qolmaydi. Uning kuchi favquloddiy kuchga ega bu. Birer kuchlik ta'sirga ega deb bunda qarash, birasiga shunday qarashda bo'lish, ashu qaragan narsani Allohga shirik keltirish qo'shgan bo'ldi. Allohga shirik keltirgan bo'ldi bu inson. Qur'oni Karim dal mana shunday shafaatni rad qiladi dedi. Birinchi xildagi qaraydigan bu xildagi shafaatni Qur'oni Karim keskinlik bilan mutlaq holatda rad qiladi. Ammo ikkinchi ma'noni elib aytganda, ikkinchi xil ma'noda aytganda, iltimos shaklida, faqat bir iltimos va talabdan iborat shaklda bo'lgan shafaat. U iltimos qiladi, talab qiladi, uning keynidan buning iltimosini shu kishining sungan iltimos va talabini qabul qilish yoki qilmaslikdan iborat. Uning orqada intayin büyük bir kuch, shu kuch e'tirof qilgan vaqtda qabul qilganda ishga oshadi, bo'lmasa ishga oshmaydi. Uning iltimosi va talabi ishga oshmaydi. Uning oqisida shu talabimni, men iltimosimni mutlaq ishga oshirmay deydigan bir kuchlik, bir kuchi, bir darajadan tashqari bir kuchi bo'lmagan holatdagi bo'g'ini, bu ikkinchi xil shaklga kirdi. Bu ikkinchi ma'noni elib aytgan vaqtida payg'ambarlar, farishtalar, iymon ahli bo'lgan solih kishilar boshqa bandalarga shafaat qila oladi. İkinci xil ma'no aytganda, payg'ambarlar, farishtalar, iymon ahli bo'lgan solih kishilar boshqa bandalarga shafaat qila oladi. Shafaat degani bo'lsa, ularning shafaatning ma'nosi bo'lsa iltimos, talab va Alloh subhanahu va taolaning dargohida, ey Alloh, mushu masalan inson masalan dunyoda haqiqiy Alloh uchun do'st bo'lishgan ikki qarindoshmi nurg'ulgan hadislarda hammanglarga ma'lumki, naiti chin qalbidan Alloh subhanahu va taolo yo'lda haqiqiy qarindosh bo'lgan Alloh yo'lidagi qarindoshlar ham Alloh dargohida agar qarindishi dunyoda shu yaxshi o'tgan shu qarindishi jahannamga kirishga loyiq bo'lib qolgan bo'lsa, yana birisi jannatga kirishga loyiq bo'lgan bo'lsa, ana shu qarindish qanday qilsa Allohdan iltimos qiladi. Allohdan shafaat tilaydi qarindish uchun. Ey Allah, men şu dünyada men şu qirindishim uchun faqat va faqat sening roziliqing uchun. Hiçbir dünyavi menfaat, hiçbir sening roziliqingning sirtida bilan o'y xiyol uchun emas, faqat va faqat seni rozi qilish uchun do'st bo'lishgan qirindosh bo'lgan edim shu qirindishim bilan. Shu qirindishimga bir shu qirindishimning gunohini kechirvasan deb Allohning oldida iltimos qiladigan gapdan, talab qiladigan gap. Shu qirindishni cehennemge kirgizmey, do'zaxga kirgizmey, o'zi bilan jannatga kirgizishni Allohdan iltimos qiladigan gap. Masalan, yaxshi bir inson ota-ona farzandini haqiqiy Allohni tunuydigan, yaxshi tarbiyalab, qatoga qo'shib qo'yib dunyodan ketgan bo'lsa, ota-onasi cehennemge kirib, bir mezgil kuyib, cehennemda gunohini tatib bo'lgandan keyin chiqadigan darajada shaklga bo'lib qolgan bo'lsa, qiyomat kuni bu dunyoda tarbiyalab qo'ygan yaxshi solih farzand ham ota-onasi uchun ota-onasining peshini tutib olib aşağıda Alloh subhanahu va taoladan gunohini tilab Allohdan shafaat talab qiladi ota-onasi uchun. Ey Alloh, shuni ota-onamni azoblamag'in, bularni qutqizib va bularning gunohini kechirib o'tgan deb bu yerda iltimos qiladi. Peygamberler hem özünün ümmetini kıyamet günüzde mesela Muhammed aleyhisselam nurgun özünün ümmetinin nurgullagan kişilerini Allah'tan talep kılıp şefaat kılıdı ümmetine. Bu şefaat kandak şefaat deseniz yani şu Resulullah'ın Allah'ın şu mahşer günde Allah'a secde kılgan haleti turup nurgunluğa hadislerde hemmanlığa malum naiti kan dairede düşündürülgen bu şu şekilde Allah'a yığılap Allah'tan tilep ularning shu cehennemge layık bo'lib qolgan, kafir emas ama cehennemge layık bo'lib bir mezgil ko'ygandan keyin chiqadigan nurg'un bir turkum kishilarningki, gunohini qanday qildisa tilab Allohdan bu yerda shafaat qiladi ummatiga. Bu yerda Alloh bu xil turdagi shafaatlarni qabul qilish, bu iltimoslarni qabul qilish qilmaslik faqat va faqat birla Allohning ilikidagi ish. Alloh shu shafaatning ichidan xolig'ini qabul qildi. Xaliqini qabul qilmaydi. Jazosini ko'rib ondan keyin jannatga kiradi. Qur'oni Karim qo'llaydigan shafaat nima bo'lsa, ana shu ikkinchi xil turdagi faqat iltimos talabtirli iborat bo'lgan bu turdagi shafaatni Qur'oni Karim e'tirof qildi va tasdiqlaydi. Endi 4-nuqta nima?
desak, Allah ilahni ikki qilib olmanglar. U faqat birli ilahdir. Mendilli qo'rqinglar dedi. Yana Allah subhanahu va taala sura Nahlning 51-oyatida bunday deydi. Wa qala Allah la tattakhidu ilahayn ithnayn innama huwa ilahun wahidun fa iyaya farhabun. Allah subhanahu va taala dediki, ilahni ikki qilib olmanglar. U faqat birli ilahdir. Mendilli qo'rqinglar dedi. Yana Allah subhanahu va taala sura An'amning 80-oyatida bunday deydi. Wa la akhafu ma tushrikuna bihi illa an yasha'a rabbi shay'a. İbrahim alayhissalom, men sizlarning Allohga shirik keltirgan narslaringlardan qo'rqmayman. Faqat Robbimning xolig'ini bo'ladi dedi. Yine Allah subhanahu wa ta'ala sura Hud'ning 54-oyatida bunday deydi. In naqulu illa taraka ba'da alihatina bisu. Hud alayhissalamning qavmi uningga biz seni ilahlarımızdan birersining azobiga yo'liqqan deb qaraymiz deyishdi. Endi yuqoridagi bu oyatlardan ko'rib olishga bo'ladiki, jahiliyat ahli navodi biz ularni norozi qilib salsak yoki ularning diqqat e'tiboridan mahrum qolsak, ustimizga kasallik, qahatchilik degandek jon va mollarimizga ziyon yetkazadigan har xil ofatlar nozil bo'lishga boshlaydi deb o'z ilohlaridan qo'rqishadi. Yuqoridagi oyatlarningki bildirgan ma'nolarni hamma ochiq ko'rib turibmiz. Ular o'zi shu e'tiqod qilayotgan, o'zi shu e'tiqod qilayotgan ilohlarga nisbatan qanday qiladsa, agarda biz ularni norozi qilib salsak yoki ularning diqqat e'tiboridan mahrum qolsak, ustimizga kasallik, qahatchilik degandek jon va mollarimizga ziyon yetkazadigan har xil ofatlar nozil bo'lishga boshlaydi deb o'z ilohlaridan qo'rqishadi. 5-nuqta, ular o'zlarining o'limalarini va rohiblarini Allohdan boshqa parvardigor qilib oldi. 5-nuqtada Allah subhanahu va taala bu vaqtda bunday deydi. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو. Ular özlerinin ölümalarını ve rahiplerini Allah'tan başka perverdigar kılıp aldı. Meryem'nin oğlu Mesih'ni mi Rab kılıp aldı. Vahalenki ular fakat birle Allah'a ibadet kılışka buyurulgan idi. Yana Allah subhanahu wa ta'ala sura Furqan'ın 43-oyatida bunday deydi. Ara'ayta man ittakhadha ilahahu hawah afa anta takunu alayhi wakila. Sen nafsi xohishini iloh qilib olgan kishi haqida o'ylab baqdingmi? Acaba sen uning mas'uliyatini zimmanga ola olamsan? O'ylab baqaylik qarindoshlar. İnsan öz nefsi xohishini, o'zining havoyi havasini iloh qilib oladi ekan. Qanday qilib? O inson agar dunyo hayotida barliq amallarini o'zini yo'qdan bar qiluvchisi Alloh subhanahu va taolo tarafdan kelgan yo'l yo'riq bo'yicha ma'may, o'zining faqat havoyi havasi ko'ngli nimani tassa shuni qilsa, o ish mayli Allohning diniga, Allohningki qonuniga xilofmi, xilof emasmi, uni surishtirmasdan ko'ngli nimani xolasa shu yoqqa mangadigan inson o'zining shu havoyi havasini, o'zining shu nafsi xohishini o'zimning ilohiy deb tiklab olgan bo'ldi qarindoshlar. O'ylab boqayli. Allah deyotdi bu gapni. Sura Furqonning 43-oyatida. Sen nafsi xohishini iloh qilib olgan kishi haqida o'ylab baqdingmi deydi Alloh subhanahu va taolo. O'ylab boqayli. U inson hayotida ashunda qilib olgan inson sen o'zingning nafsini iloh qilib olding desa, hargiz e'tirof qilmaydi. Chichonishib ketadi bu inson. Ammo Alloh deyotdi buni qarang. İnsanning maylini e'tirof qiling qilmang, siz o'zingizning havoyi havasingiz bo'yicha mangad ekansiz dunyoda. Sizning ilahingizning yo'l yo'riqi bilan chatiqingiz yo'q. Shu nafsi xohishingiz nimaga buyursa shuni qiladi ekansiz. Siz mutlaq va mutlaq holatda o'zingizning nafsini xuddi butparastlar
o'zining oldiga toshni qo'yib, shu toshga ibodat qilib, cho'qinib, ta'zim qilib, shuningdan yordam kutib, shuningga sig'inib yashag'aniga o'xshashlam, siz o'zingizning nafsiga qul bo'lib, shu nafsiga ta'zim qilib, shuningga ibodat qilgan bilan o'pmo o'xshaysiz. Sizning hayotingiz shu shaklda mangan bo'ladi deganini bildirdi qarindoshlar. Yana Alloh subhanahu va taolo sura An'amning 137-oyatida bunday deydi. Shuningdek, mushriklarning sheriklari ularning ko'pchiligiga o'z avlodlarini o'ldirishni chiroyli ko'rsatdi dedi. Yana Alloh subhanahu va taolo sura Shuraning 21-oyatida bunday deydi. Am lahum shuraka shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zam bihillah. Ularning Alloh ruxsat qilmagan narsalarni din qilib bekitgan sheriklari, ya'ni shirik ilohlari bormi yoki? deb Alloh subhanahu va taolo bu oyatlarni keltirdi. Bu oyatlarda ilohning ilgirikiga qat'iy o'xshamaydigan boshqacha yana bir uqumini uchirtimiz. Buningda iloh qilib elinganlarning tabiatdan tashqari kuch-qudrati tilga elinmasdan, ularning insonligi yoki insonning o'z nafsi ekanligi tilga ilingan. Hergizmo payda ziyanning egisi deb qarab duo qilinadigan, uning panohini sig'inadigan ma'nida emas, balki uning hukmi qonun deb e'tirof qilinadigan, uning buyruq cheklamalariga qat'iy rioya qilinadigan, uning harom qilgani harom, halol qilgani halol deb qabul qilinadigan, uni boshqa biror oliy hukmronning tasdiqini olmasimi, o'z oldiga mustaqil hukm chiqarish va cheklash huquqiga ega yoki boshqa biror oliy hukmronga tayinishning hojati yo'q deb qaraladigan ma'nidan iloh qilib olganligi tilga olingan. Birinchi oyatda o'lima rohiblarni iloh qilib bilish to'g'riliq so'z qilingan bo'lib, bu nuqtani tuvandagi hadis intayin ochiq sharhlab beradi. Adi ibn Hatim radhiyallohu anhu bu oyat haqida savol so'raganda Payg'ambar alayhissalom, sizlar o'limalaringlar halol qilgan narsani halol deb ishinasizlar, harom qilgan narsani harom deb e'tirof qilasizlar. Allohning u haqda zodi qanday hukmi borligini parvoyinglarga olmaysizlar deb javob qaytargan edi. Endi ikkinchi oyatga kelsak, uning ma'nosi shu qadar ro'shanki, qandoqli bir kishi o'zining nafsi xohishiga itoat qilsa, nafsining buyrug'ini a'lo bilsa, u amaliyotda o'z nafsini iloh qilib olgan bo'ladi. Uningdan keyingi har ikki oyatda iloh degan so'zning o'rniga shirik degan so'z ishlatilgan bo'lib, uning ma'nosi xuddi biz oyat tarjimasida oydinlashtirib o'tgandek, birovni ilohlikka shirik qilib olinganligini bildiradi. Hamda bu har ikki oyat shuni aniq belgilab beradi-ki, Allohning hukmining tasdiqi bo'lmay turib, belgilab chiqilgan har qanday an'anani, qonun tuzumni yoki biror maxsus yo'lni qonunliq deb e'tirof qilganlik mazkur qonunchini ilohiyatda Allohga shirik qilib olganlik bo'ladi. Qarindoshlar, yana bir qatim takrorlayman. Bu yana nihoyatda diqqat qilish tegishli. Allohning hukmining tasdiqi bo'lmay turib, Allohning hukmining tasdiqi bo'lmay turib belgilab chiqilgan har qanday an'anani, qonun tuzumni yoki biror maxsus yo'lni qonunliq mushu deb e'tirof qilganlik mazkur qonunchini, ya'ni ashu hukmni chiqaruvchini, ashu an'anani yo'lga qo'yguvchini qanday qilganlik bo'ldi desa, ashu qonunchini, ashu mazkur qonunchini ilohiyatda Allohga shirik qilib olganlik bo'ldi. Mayli buni e'tirof qiling yoki e'tirof qilmang dedi. Qarindoshlar, bu aqida masalasi, dinimizdagi bu eng tushunilishi kerak bo'lgan, e'tiqod qilishimiz kerak bo'lgan, bizdan Alloh subhanahu va taolo mana mushundaq sab, hiçbir shubha aralashmagan dinni haqiqiy Alloh xolis degan mana bu qarindoshlar. Xolis qilish degan mana bu. O'ylab baqaylik, jamiyatimizni o'ylab baqaylik, dunyo musulmonlarini o'ylab baqaylik. Ularning ko'pinchisi ajiba mushu e'tiqodda yashamdigandir. Qarindoshlar, qanchalik e'tiqodimizda, balki buni anglagandan keyin, buni agar cho'nqur anglagan bo'lsanglar, qanchalik hissiyotga, qaysi bir hissiyotga kelgansizlar. Ajiba biz bugungi kunimizgacha
mushu e'tiqodni biror narsani o'ylab boqdikmi? Qarindoshlar, atrofimizga haqiqatan butkul dunyo miqyosida torilib ketgan, dunyo miqyosini egallab ketgan u qadar shirik, u qadar ko'pligan buzuq ideya, buzuq tushuncha, buzuq falsafa, har xil qaymoqtirilgan fikr qarashlarning qo'ynimida yashayapmiz qarindoshlar. Haqiqiy mu'min bo'lmoq xuddi Rasululloh sallallohu alayhi va sallam payg'ambarimiz aytgandek, mana mushundaq fitnalar bilan to'lgan, fitna fasodchilikqa to'lgan bugünkidek zamonda o'z aqidasini sog'lom saqlab qolgan kishiga Rasululloh sallallohu alayhi va sallam xush bishorat bergandek, bizning ham bugungi kunda xuddi bu kun bu shundaq kunda iymonni saqlab sog'lom yuradigan kishini payg'ambarimiz nima degan edi? Ular xuddi cho'g'ning ustida o'ltirgan kishiga o'xshaydi. Allah subhanahu va taala suyimli Robbimizdan bizni ana shundaq mu'minlardan, o'zining shu fitna fasodliq mana shundaq kunlarda har xil qaymoqtirilgan islom nomida, din nomida tushundirilayotgan, din nomida siliqlashtirilib, mutaassiblik qilmaslik kerak deb tushundirilayotgan, voy nayt siliq bilish kerak, zaman buningga moslashmaydi deb tushundirilayotgan, buningdek qaymoqtirg'uchi, buningdek ozdirg'uchi, insonni halokatga boshlag'uchi bu xil fikr iqimlardan Allohga sig'inib panoh tilash bilan birga haqiqiy sof holatda haqiqiy Alloh subhanahu va taologa tevingan, ana shuningdan boshqasining hech birining hukmini e'tirof qilmaydigan, uningdan boshqasining hukmining qonunsiz ekanligini, mayli dunyoda uni siz dunyo yashayotgan muhitimiz har bir dunyoning nerede yashagan kishi bo'lsin, hattoki islomiy diyorlarda yashagan diyorlarda bo'lsin, Allohning qonuni ijro qilingan bir yer yo'qki qarindoshlar. Shu yerda yashayotgan bo'lsangiz ham uni o'zgartirishga qudratingiz yetmasa ham hargiz va hargiz qarindoshlar bu narsa shu qadar aniq bo'lish kerakki, ularning qonuniga, ularning yurgizayotgan siyosatlariga ko'ngillaringizdan bir xil rozilik, bir xil suyunish qat'iy bo'lib qolmasligi kerak qarindoshlar. Chunki Alloh subhanahu va taolaning tasdiqi etilmagan har qanday ana qonun tuzum hammasi qonunsiz. Uni e'tirof qilganlikning o'zi nima bo'ldisa, ana shu qonunchini Allohning ilohiyatida Allohga shirk qilib olganlik bo'ladi qarindoshim. Shuning uchun biz o'zgartirishga qudratimiz yetmasa ham ularga chin ko'nglimizdan nafratlanishimiz, chin ko'nglimizdan norozilik bildirishimiz kerak. Suyunish emas, uningdan rozi bo'lish emas qarindoshlar. Uningdan qattiq nafratlanishimiz, yuragimizdan nafratlanishimiz kerak. Uningga hargiz rozilik bildirmasligimiz kerak. Rozi bo'lmasligimiz kerak. Ana shundaq inkor qila olganligimiz, qalbimizda bo'lsin buni qila olganligimiz bu eng iymonimizning ojiz bir iymonimiz bor ekanligini bildirdi. Allah subhanahu va taala bu dunyoni qoplagan bu qadar shiriklarning ichidan poklashtirib, go'zal bir islom purqi, adolat purqi, adolat hidlari dunyoni qoplagan go'zal bir dunyoni ko'rishga hammamizni nasib qilsin. Allah subhanahu va taoladan hammanglarga salomatlik, xotirjamlik, ishlaringlarga o'ngishlik tilash bilan birga bugungi Qur'on bo'liqi programmamizning 2-sonini mush yerda oyoqlashtirman. Qadrli qarindoshlarim, duolaringlarda dunyodagi barliq qarindoshlaringlar uchun eng go'zal duolarni qilishni hargiz unutmanglar va shundaqla kamina uchunmi ijobatlik duolaringlarda duo qilib qo'yishinglarni umid qilaman. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله